Qadrdonlar, sizlarga oyoq kiyim qo'yadigan podstavkani mutlaqo tekinga beramiz desam ishongan bo'lamdinglar. Ishoninglar, xudo xolisa sizlarga ushbu oyoq kiyim qo'yadigan podstavkani umuman bepulga beramiz. Oyoq kiyim qo'yadigan podstavkani tekinga berishimiz mayli, u ham u yerda tursin, lekin ustani bitta narsasiga men qoyil qoldim do'stlar. Mana shunday juda ham chiroyli bo'lgan spanli garniturlarni atiga 5 million 150 ming so'mdan xarid qilishinglar mumkin bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rish kerak. Shunaqa arzon narxda spanli garnitur olaman degan do'stlarga, yaqin do'st birodarlarga, tanishlarga iloji boricha ko'proq tarqatib qo'yish kerak. Do'stlar, bizda unaqa yolg'on yashir bo'lmaydi. Hammasi realni haqiqat bo'ladi. 5 million 150 ming so'mdan spanli garnitur olmoqchi bo'lganlarga ushbu videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Bunaqasi do'stlar faqat bizda bo'ladi, bizning Mebelchi kanalimizda bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, bizning kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa ham sifatli, ham arzon narxda spanli garnitur olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yana qaytarib o'taman. Videoda podelitsiya qilib qo'yinglar. Gapirsak gap ko'p, iloji boricha ustani o'z bilan birgalikda qolgan hamma ma'lumotlarni birgalikda olamiz. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar do'stlar, biz ham tayyormiz. Bugungi videomizni boshladik. Do'stlar, bugungi videomizni boshladik. Usta Jamoliddin, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Charchamasdan tuzimsiz. Jamoliddin, xudo xolasa ishlab chiqarish xonadoningizga yetib keldik. O'zi olib ishlab chiqarasiz, xudo xolasa. O'zimiz chiqaramiz. Biz kanalga bergan emassiz. Yetkazib berish xizmatlari bilan keyin o'rnatib berish xizmatlari qanday amalga oshiriladi, shu haqida bitta ma'lumotni berasiz. Xo'p, hozir videomiz boshida ikkita komplekt ko'rsatamiz. Sexdan chiqish narxi qo'yamiz. Xo'p, keyingi ikkita komplektimiz bo'ladi. Vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi ichida qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, sexda adresi qayerda? Xo'p, seximiz Andijon shahar Aylishda joylashgan. Xudo xolasa kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa ham lokatsiyalarni tashlab beramiz, bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Hozir bu komplektimiz va bu komplektimiz sexdan olib chiqish narxi aytiladi. Shunaqa. Bundan keyingi ikkita komplektimiz xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo tekin bo'ladi. Gap yo'q. Keling, birinchi shundan boshlaymiz. Hop, bu komplektimiz ko'pchilik so'ragan, oldingi videolarda ham qo'yganmiz. Juda ko'p sotuvi bor. Shuni ko'pchilik yana so'ragani uchun talablarga binoan qo'ydik. Narxini ham arzon narxda qo'ydik. Xudo xolasa, shkaflarimiz 2.34 ga 2.10 3 ga bo'linadi. Ichlari katta keng, to'g'ri kromka. Bu tomon ayollar uchun, ro'mollaydiganlar alohida. Vakuum shandir 100%. O'rtasi polka. Chekasi mana bemalol ko'ra olasizlar. Bir tomon ayollar tomon, bir tomon erkaklar tomon qilib ishlangan. Buni eng asosiysi do'stlar, buni qayta aytyapmiz. Chekasi 100% PVH kromkada bosilgan. Sabab ancha-munchaga suv o'tkazmaydi, hech narsa bo'lmaydi bu holat. Yosh bolalar shilim netsa ham, materiali ham xudo xolasa behijolat. Hali eshiklar bir-biriga tegib qolgan taqdirda ham hali shilinib ketmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Xo'p, spanli razmerlari necha? Xo'p, spanligimiz 270 ga 230 joyga tushadi. Svetiniylari montaj qilingan tayyor holatda. Bemalol. Matraslari ikki tomonlama yaxshisidan 3 yil garantiyalar bilan, bosh tomoni ham mягкий machalkadan ishlangan. Xudo xolasa. Trimoyimiz qanaqa? Trimoyimiz 1.30 ga 1.83 razmerda. Ichki qismlari va tabrotkalari bonusiga, g'aladonlari ham vakuum mexanizmi 100%. Gap yo'q. Xo'p, uka bu necha joyga tushadi? Xo'p, eng kichigasi 3 ga 3.5, 3 ga 4 uylarga tusha oladi. Yana joyiga moslasa bo'laveradigan xonasi bor. Sababi shkafimiz 3 ga bo'linadi. Bittasini boshqa joyga, ikkitasini boshqa joyga qo'yib ishlashda bo'laveradi. 3.5 ga 3.5 joy, uyog'i kattaroq xonalarga ham qo'ysa bo'laveradi. Endi buni biz Mebelchi kanalimiz obunachilariga necha pulga beramiz? Sexdan chiqish narxi aytiladi. Sexdan chiqish narxi xudo xolasa 5 million 300 ming so'mdan qo'yib beramiz. 5 million 300. 5 million 300. Do'stlar, bitta narsaga e'tibor qaratinglar. O'tgan safar aynan shu komplektimizni 5 million 800 ming qo'yganmiz. Agar esida borlar bo'lsa, do'stlar, bugun 500 ming so'm skitkasi bilan 5 million 300 ming so'mdan shunaqa yangi juda ham chiroyli bo'lgan, juda ham sifatli bo'lgan komplektimizni olsanglar bo'ladi. Endi usta aytayapti, aka, birinchi olgan ikkita obunachiga oyoq kiyim qo'yadigan podstavkamiz qo'shib beramiz. Qo'shib beramiz. Bu bonusi bu. Endi agar xudo xolasa, agar zakazlar ko'p bo'lib, bitta bangillaydigan bo'lsa, ikkita emas, ko'prog'ini qo'shib bersamiz, ustadan iltimos qildik. Bu hali hammasi emas. Oldinda bizni 5 million 150 ming so'mlik komplektimiz ham bor. Xo'p, boshlaylik. Xo'p, bu komplektimiz, xo'p, skromniy narsa so'raganlar uchun yaltir-yultiri yo'q. Skromniy ishlangan, ruchkalari ham temir, nikel svetli ruchka, 100% vakuum. Skromniy ishlangan. Xo'p, trimoyimiz razmeri 1.20 ga 1.83. Ichlari ham katta keng, taburetkalari bor. 100% vakuum aytib o'tganimizda PVH kromka.
Bu ham PVH? Aha. Gap yo'q. Hop, tumbalari ham mana alohida g'aladonlik, qulay qilib ishlangan, eshikdan ko'ra g'aladon ko'pchilikka qulayroq. Ishlari ham keng ekan. Aha. Gap yo'q. Hop, spanligimiz 210 ga 160 razmerda bo'ladi. Bosh tomonlari ham skromni ishlangan. Boshlari ham zo'r. Gap yo'q. Shkafimiz kupeli ekan do'stlar. Shkafimiz kupe variantda, joyi kichikroq. Hozirgi kunda domlar ko'paygani uchun talab shunga bo'lyapti. Iloji boricha kichikroq, ixchamroq, ko'proq narsa sig'adigan deb so'rashyapti. Ichlari katta keng. И mexanizmlari ham turistga yaxshi mexanizm ishlatamiz. Yaxshisidan qo'yilgan. Gap yo'q lekin. Hop, bu tomoni erkaklar uchun ham polka. Polkalari ham ko'p ishlangan. Joylari zo'r chiqibdi. Ham polkasi bor, ham tagida ishilkalari, tagida polkalarigacha bor. Mexanizmlar ham bog'lasa. Usta endi buni. Shkafimiz 180 ga 210 razmerda bo'ladi. Olib kirib, olib chiqqani ham qulay qilib ishlangan, xudo xolasa. Gap yo'q. Endi misol buni ranglarini tanlasa, qilib berish imkoni bor. Aha, xohlagan rangidan tayyorlab beramiz. Narx o'zgarmaydi. Xo'p, taburetkalarigacha bor, trimolari ham juda ham chiroyli chiqqan, lekin ishchi sifati juda go'zal. Do'stlar, hali ko'pchilik o'ylayapti, usta, qanaqa ekan, sifat qanaqa ekan deydi. Mana realniy do'stlar, men sizlarda vakilliklar bo'lib shu joydan ko'ryapman. Umuman ishga gap yo'q. Bemalol Jamoliddinga telefon qilib, zakaz qilsanglar, xudo xolasa adashmaysizlar. Tanlovda adashmanglar deb turib, bilasizlar, biz doim sifatli narsalarni sizlarga tavsiya qilamiz. Buni sifati zo'rligidan ham eng zo'ri narxida. Narxini mana ustadan eshitamiz. Bu komplektimizni xudo xolasa ko'pchilik talablariga binoan 5 million 150 mingdan chiqardik. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. 5 million 150 ming so'mdan shu sexdan o'tib ketish bo'ladi. Sexdan o'tib ketish narxi. Hali uzoqroq viloyatlarga bo'lsa, boring upakovkasini qilib bering. Ha, upakovkalarni qilib beryapmiz hozirda ham. Farqi yo'q. O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar, upakovka holatda yetkazib beramiz. 5 million 150 ming so'mdan do'stlar, olinglar, gazini bosinglar. Bunaqa komplektimiz kamdan kam. Tем более PVH apparat. Bu PVH apparat uka dazmol kromka bilan buniki 300 ming 400 ming ranchaka o'radi. Ancha farqi bor. Hisob kitob qilsa ancha farqi bor. Ancha farq bo'lib ketadi. Ruchkalari ham temirli yaxshisidan qo'yilgan. Matrasi ham xudo xolasa misol, qimmat ishimizga ham bir xil matras, arzoniga ham bir xil matras. Sababi klientga xizmat qilish kerak. Asosiy vazifamiz shu. Gap yo'q lekin matras. Ikki tomonlama 3 yil garantiyali matras. Xudo xolasa. Ikki tomonlama bu. Aha. Mana bu sertifikatlari ham bor. Alohida. Ikki tomonlama. Xo'p, 5 million 150 ming so'mdan do'stlar 20 tosinglar ham, 30 tosinglar ham, 50 tosinglar ham bir xil narx o'zgarmaydi. Keyin komplektlarimizga ham o'taveramiz. Hop, keyingilariga o'tdik. Bularimiz ham juda chiroyli ekan. Hop, bunimiz ham ko'pchilik so'ragan krem rangda. Shkafimiz razmerlari 234, 210. 3 ga bo'linadi. Olib kirib, olib chiqqani qulay. Ruchkalari ham temir ruchka ishlatilgan. Xudo xolasa ichlari erkaklar uchun alohida oshiq-moshiqlar 5 tadan yaxshisidan qo'yilgan. Chekalari PVH kromka. O'rta qismida hop, 3 ta polka, seyfi alohida. Seyflarigacha bor ekan. Seyflari bor. Hop, bu tomonda ham bosh kiyimlar uchun, ayollar uchun alohida jihozlar qilingan. Xullas hamma qulayliklarga ega. Spanligimiz. Hop, spanligimiz 270 ga 230 joyga tushadi. Buni ham aytib o'tganimizdek, svetinilar tayyor holatda montaj qilingan. Bo'chaveradi bular. Aha, tayyor bo'ladi. Yonib bo'chaveradi. Bosh tomoni ham miyaki. Matrasimiz ikki tomonlama yaxshisidan, taglari sondiq. Xudo xolasa xizmatlari behijolat. Trimonlarimiz ham 130 ga 183 razmerda. Hop. Bu ham 100% vakuum mexanizm. Polniy vakuum mexanizm 100% vakuum mexanizm ishlaymiz. Gap yo'q, parastoydan qo'yilmagan. Hozir buni tagida yarim sondig'i bor. Yarim sondig'i bor. Hop, bunimizni endi vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida aytamiz. Dastlabkasi ichida qilib beramiz, xudo xolasa. xolasa. 5 pulka beramiz. Sizni obunachilaringizga xudo xolasa 6,5 million so'm dastlabki ustanovkasi ichida qilib beramiz. Vodiy bo'ylab. Faqat vodiy bo'ylab. Boshqa viloyatdan ko'rayotganlar, sizlarga ham imkoni bor, faqat dastlabkasi pulli bo'lib qoladi. Aha, ozmoz qo'shiladi. Upakovka holatda yetib boradi, xudo xolasa. Xudo xolasa, gap yo'q, 6,5 milliondan tanlab olaverasizlar. Ranglarini ham tanlashinglar mumkin. Misol telefon qilsanglar, katalog tashab beradi. Aha, ranglarini xohlagan rangida narx o'zgarmaydi. Narx o'zgarmaydi. Xohlagan rangida qilib bera olamiz. Gap yo'q. Keyingisiga o'tamiz. Hop, bu komplektimiz. Hop, bunimiz alohida shkaflari ham boshqacha ishlangan. Ko'pchilik shkaflarni ham bitta planda ko'rsataylik. Joyi kichikroqlar uchun shkafimiz razmeri 245 ga 210. Ovlovchilar uchun joyi kichkina bo'lsa, malonisi alohida bo'ladi. Boshqa joyiga stilya sifatida ishlatsa ham bo'laveradi. Buni alohida qo'yib olsa ham alohida qo'yib olsa ham bo'laveradi. Biz birlashtirib qo'yganmiz, alohida qo'yib olsa ham bo'laveradi. Kupe mexanizmlari ham yaxshisidan. Ichlari ham katta keng, seyflari bor.
Xudo xolasa. Bunimiz kupeli ekan endi. Kupe varianti. Gap yo'q. Zo'r. Hop, bu tomoni mishilka. Xudo xolasa. Omon shilga. Bu trubalari ham yaxshisidan qo'yilgan, xudo xolasa, mexanizmlari behijolat. Jamoadan lekin ancha kiyim sig'adi ekan. Aha. Bunda razmer necha buniki? 2.45 ga 2.10 bo'ladi. Mana unisini olib qo'ysa 2 metr o'zi qoladi, shkafin. 2 metrda o'zi qoladi. O'zi qoladi. Lekin uni uyda burchaklarga qo'yib qo'ysa ham Aha, zo'r alohida narsa ekan. ishlatsa ham bo'laveradigan narsa. Hop, spanligimiz 2.70 ga 2.30 joyga tushadi. Bu ham aytib o'tganimizdek, tayyor montaj qilingan holatda bo'ladi. Aha. Matraslari ikki tomonlama yaxshisidan hop, eng qulay tomoni, xudo xolasa, tagi buni alohida shkafi bor tagida ham. Mexanizmli. Mexanizmli alohida. Lekin tagi ham Jamoldan bitta shkaf yukini bemalol. Aha, bemalol ko'tara oladi. Mexanizmlari ham alohida e'tibor berasizlar, yaxshisidan uzunidan qo'yilgan, kaltasi emas. Og'irroq yuk ko'taradi, xizmati ham uzoqroq. Og'irroq odamlar chiqib yotsa ham, xudo xolasa, hech narsa bo'lmaydi. Gap yo'q. Xo'p. Hop. Buni yopaveramiz endi. Spanli trimoyimiz Trimoyimiz 1.30 ga 1.83, 3 ta g'aladon, o'rtasi alohida taburetga tushadigan joyi egallamaydi. Xudo xolasa, uni ham 100% vakuum mexanizm. O'zi yopilaveradi, ruchkalari ham turba ruchka. Gap yo'q, zo'ridan qo'yilgan. Xudo xolasa. Ishlari ham katta keng ishlangan. Xudo xolasa, xizmatlari behijolat. Gap yo'q, juda chiroyli, usta qo'llar zat ko'rmasin. Xo'p, buni necha pulga beramiz endi biz kanal obunachilariga? Hop, 7 million 200 ming so'm oddiy bo'lyapti, dastavka ustanovkasi ichida qilib beramiz. Bu komplektimizni 200 ming so'm. Kelishilgan boshqa viloyatlarga kelishiladi. kelishiladi, xudo xolasa. Endi do'stlar, ustaga telefon qilaverasizlar. Agar yana qanaqadir qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol kommentariy yozib ketsanglar ham bo'ladi. Ustaga telefon qilsanglar ham bo'ladi. Telefon raqamlaringiz Telegram, WhatsApp bor. Aha, bor. Men Telegram ekranga yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilaverasizlar. Misol uchun ish qilayotgan paytingizda ko'kis telefonga javob bera olmay qolsangiz, albatta telefon yordamga qaytarasiz. Aha, qaytaramiz. Iloji boricha Telegramdan yozsanglar ham javob qaytarishimiz osonroq bo'ladi. Aloqa chiqa olmasa ham, xudo xolasa. Ustolar ish qilayotgan bo'ladi, boshqa bo'ladi. Jamoldan xudo xolasa ishlarga omad tilaymiz. Hamma ma'lumotlarni berib o'tdik. Boshqacharoq variantlar kerak bo'lsa ham ustaning qo'lidan keladi, qilib bera oladi bemalol. Endi bular hammasi zakasi qilingan ish uchun mana hammasidan bittadan assortiment qilib ko'rsatdik. Lekin aniq javob beraman, bunaqa narxni boshqa joydan topa olmaysizlar, chunki shu soha ichida yuribmiz. Lekin bugun bizning kanalda obunachimiz juda ham arzon narxda qo'yildi. Buning uchun usta sizga ham katta rahmat. Ishlarga omad. Do'stlar, keyingi video obzorlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.